Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana bir yangi obyektimizga keldik. Karkaslarni to'qigan edik kecha. Tak 20 ga 35 qilib to'qilgan karkas. Armaturamizni qalinligi 8 lik. O'rtadagi simimiz 6 lik bu. Arasini 50 sm qilib to'qiganmiz. 4 taliq qilib. Bittasi yetmagan uchun 3 taliq qildik mana buni. Qolganlari 4 talik bo'lgan hammasi. Balojini bo'lgan. Mana shu dala hovlimizga noldan uchastka ko'taramiz xudo xolasa. Baltarashga qishdan terib ko'tariladi nasib etsa inshaalloh. Mana ustalarimiz kelgan, shogirdlarimiz bilan birga ishlaymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta xonamiz. Bu vremikani shkaturka stechkalarni qilamiz. Bizni kuzatib boring, yangi videolar chiqarib boramiz. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Mana bu xonamiz podval bo'ladi. Chuqurligi 1.80 kavlanadi. Tepadagi 30 sm quyilgan buni. Odam bu tegmaydigan bo'ladi. Mana bu yerdan eshik qoldirildi. Betonni o'pirib zina qilib chiqariladi buni. Kavlashyapti. Mana bu yerdan zina bo'lib kiradi. İşte jarayonda batafsil tushirib ko'rsatib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Azizlar. Like'larni ko'paytiramiz ustalarga. Havo toza havo. Like bepul bosaveringlar akasini. Kanalimizni rivoji uchun. Mana Usta Hunarmand TV kasb ustalari keldi, hamkorlikka ishlayapmiz. Usta Ravshan kanali bilan birgalikda yana bir hamkor gruppamiz bor. Mohir ustalar gruppasi ham she'rga. Hammamiz birgalikda mana katta uchastkani olib, noldan xudo xolasa kelishasicha topshiramiz mana shu uchastkani. Ko'rib olinglar sizlar. Sog' salomat bo'linglar. Hammani topganiga Alloh o'z barakasini bersin.